Terminal API dasturining kadrlar boshqaruv paneli. Kadrlar boshqaruv panelida yangi ishga kelganlar ro'yxati, aktiv xodimlar, jami oylik to'lovlari, bu oydagi tug'ilgan kunlar soni, oxirgi o'zgarishlarni ko'rish va tezkor amallardagi yangi xodim qo'shish, xodimlar ro'yxati, terminallar ro'yxatini ko'rish mumkin. Bo'limlar menyusida bo'limlarni tahrirlash, o'chirish va yangi bo'lim qo'shish imkoniyati mavjud. Xodimlar menyusida esa barcha ishlovchi xodimlar, xodimlarning ma'lumotlarini tahrirlash, ishga olish va ishdan bo'shatish imkoniyati bor. Bu yangi xodimlar ro'yxati, aktiv xodimlar ro'yxati va arxiv holatdagi ishchilar ro'yxati. Aktiv holatga o'tkazish. Yangi xodim qo'shish uchun qo'shish tugmasi bosiladi. Ismi, familiyasi, pasport serial raqami, tug'ilgan sanasi, filial, bosh ofis yoki boshqa filialga qo'shish, qaysi bo'limga ishga olinishi, lavozimi kiritiladi, telefon raqami, viloyati, tumani va to'liq manzili kiritish orqali belgilanadi. Terminallar. Terminal nomlari, qaysi hostda joylashgan, joylashuv ichki va tashqi, filiallar, oxirgi faollashtirish, qaysi xodimlar va kamera kuzatuvlari bor, IP bo'yicha qidiruv va filial bo'yicha jadvalni ko'rish imkoniyati bor. Davomat menyusida kunlik va oylik bor. Kunlik davomat menyusida bugun ishga kelganlar, nechida kelgan, qaysi vaqt ketgan, qancha vaqt ishladi, necha daqiqa kech kelgan, qancha vaqt erta ketgan, qo'shimcha ish soatini ko'rish mumkin va tahrirlash ham mumkin. Kelgan vaqti, chiqqan vaqti, ishga kelgan yoki shularni tahrirlash imkoniyati bor. Oylik davomatda esa oylik davomat jadvalida ish kunlari, dam bayram kunlari, kelgan, kelmagan kunlari, kechikkan soatlari yoki kunlari, erta kelgan vaqti, qaysi kunlari erta kelgan, qaysi kunlari kechikkan, jami ishlagan soati, qo'shimcha ishlagan soati, ishda bo'lmagan soatlari ham ko'rish imkoniyati bor va ularni Excel formatda yuklab olish mumkin. Filial bo'yicha jadvalni sozlash mumkin va xodimni ism familiyasini qidirib izlash imkoniyati bor. Oylik maoshlar bo'limida esa ishlagan norma, asosiy maosh, qo'shimcha oylik ushlamalar, sof maoshi va holati, oylikning holati. Uni eksport qilish imkoniyati, filtr bo'yicha filiallarni qo'shish, xodim bo'yicha tanlab qo'shish imkoniyati bor va har oyda to'lash tugmasini bosib, har bir xodimga oylik to'langanlik hisoboti yuritiladi. Bayramlar menyusida esa bitta tashkilot o'zining bayrami va 9 ta milliy bayramimiz bor. Va haftalikni bosganda qaysi hafta dam kunlarini belgilash imkoniyati bor.